Baş B. Otura B. Ulanlı B. Yalğız B. Bizning Bo'rivoy suv üzənməydi. Belicanlarmı to'g'itishqanni hop etenməydi. Şuna beliq degan beliq, bo'ri degan bo'ri. Bulbul bostanını tapdı, sayraplı ketdi. Sibagül futbol tepip jig'laplı ketdi. Ot yürek şair, adib, ulug' inqilobchi Lutfullo Mutallib 22 yaşında düşmanlar tarafidan vahşiylarcha o'ldirilgan. Mende bir kitapta çiçektekiler menimden talashib o'qiydi kellar. B'ga A'ni qo'ysak ba bo'ladi. B A ba. B'ga A'ni qo'ysak ba bo'ladi. B A ba. B'ga O'ni qo'ysak bu bo'ladi. B O bu. B'ga U'ni qo'ysak bu bo'ladi. B U bu. B A baş baş. B A bet bet. B O bor bor. Böcennin kahve yöküşü. Bir günü gap anlamaydigan başton böcen bağda oynab etip, sarg'ayib pishgan yo'g'on bir kavni uchirtib qapti. Lekin böcen u kavni o'zi yolg'iz ko'tarolmaydi ekan. Qanday qilish kerak? Aqlliq böcen tezli bir amal tepdi-da, kavni uyga birdandala akab bo'pti. Kavni ko'rgan ana, "Bolam o'zidinmi yo'g'on kavni zodi qanday akagandir?" deb hayron qilib barmog'ini tishlab qapti. Balalar, sizlar barmog'inglarni tishlamay turib, böcenning kavni qanday akaganligini o'ylab topa olamsizlar?